Gulbodom qishlog'iga yetib keldik. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz sizlarga yana video lavha qilyapmiz. Mana biz Gulbodom qishlog'iga yetib keldik. Nasib bo'lsa ertaga Bobotog'ga joylashamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Mana Gulbodom qishlog'i kirib kelishi. Nasib bo'lsa Bobotog'da 20 kuncha o'rlatib yana yo'l tartamiz. Qaydasan zide deb. Mana ko'rtlarimiz. Oldida Farhod aka ketyapti. Start. Qobilov Farhod aka. Zide Gulbodom qishlog'i. Tomosha qilinglar. Orqada ciao Gulbodom qishlog'i. Itlarim kelyapti orqamizdan. Panda, ko'ktoy, bo'ynoq. Padaringga ranab. Bizda shunaqa gaplar. Mana bizning qo'ylar Cho'jalning ko'prigisiga yetib keldi. Cho'jalning ko'prigisidan o'tyapti. Dak. Mana shu yerdan kim o'tgan bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kim biladi shu yerdan? Cho'jalning ko'prigi. Bu daryo Kafarnixon daryosi. O'zbekistonga ana daryoga borib qo'shiladi. Like, comment va gumlatinglar. Bu ko'prikdan o'tish plaki. Tomosha qilinglar. Cho'jalning ko'prigisi. Kafarnixon daryosi. Bu kamera uncha ko'p emas. Bu yong'in yo'q.